1 yoshdan sal oshgan bolam duduqlanishni boshlaganda har kuni janjal bo'laverganda va mana shu bolamning salomatligini tanlaganim uchun ham oilani ajrimgacha olib bordim. Chunki boshqa chidash mumkin emasdi. Shuning uchun so'rayapman, sabr chegarasi qayerda? Qachongacha chidashimiz kerak? Qachongacha qizlarimizga o'rganib ketasan, ozgina sabr qil, ozgina chida. Oiladagi muammolar o'zi ilk ko'rinishni berishni boshlaydi. Yaxshi oila, yomon oila deymiz, lekin bu inqirozlar emas. Inqirozlar bu hamma oilada borda. Inqiroz bilan haqiqiy zo'ravonlik yoki maishiy zo'ravonlik yoki iqtisodiy yoki jismoniy zo'ravonlikning farqi bor. U jismoniy, maishiy, iqtisodiy zo'ravonlikda yashab bo'lmaydi. Qolgan oilaviy inqirozlar bu vaqtinchalik er-xotin nizolari, o'zaro urush janjallari kelishib ketiladiganlarda yashab ketilaveradi. Qachonki qo'l ko'tarmasa, ichkilik ichib oxirigacha ichkilikka mukkasidan ketib qolmagan bo'lsa yoki o'sha dori-darmon psixotrop moddalarga yoki narkotikka o'tirib qolmagan bo'lsa. Chegarani har bir insonni o'zini ko'tarish darajasi borda, kimdir shu joygacha boradi, undan u yog'iga ko'zi yetmaydi. Farzandlarining kelajagi, o'zini hayoti, sog'lig'i uni xavf ostiga qo'ymaydi, ketadi o'sha ro'zg'orda. Endi savolning ikkinchi masalasi, u qayerga boradi? Masalani mana shu mohiyati borda, chunki bizda qo'shni nima deydi, palonchi nima deydi, anov nima deydi degan bir mahalla nima deydi degan bir gaplarimiz shu darajada ongimizga singdirilganki, mahalla sizni ruhiyatingizda bironta bir qattiq muammo bo'lsa, ikkita non ko'tarib kirmaydi xonadoningizga. Sizni o'sha qiyin vaziyatda tushib qolganingizda qarindosh urug'laringiz ham hattoki yuz o'girib yuboradi. Bizni oriyatimizga, bizni sha'nimizga tegding deydi. Yoki o'sha paytdagi sizni sog'lig'ingiz, sizni salomatligingizchi, siz yo'qotayotgan umrchi. Va mana shuni tushunishlari kerak. Chunki juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, yaxshi bo'lib ketadi, sabr qil deb uradigan, ichadigan, kaltaklaydigan, pul topmaydigan noshud erkakni qo'liga qizini ishonib tashab ketaveradi. Oxiri nima bo'lyapti? Qo'liga qaytayapti. Yo pichoqlab o'ldiryapti, yoki olib otib yuboryapti, yoki bo'lmasam o'sha ayol chidolmasdan joniga qasd qilyapti, yoki erini o'ldirib qo'yib qamoqxonada o'tiribdi. Yana keyingi hayoti ham dabdalada. Ko'zing yetmadimi? Ota-onalar ko'zi yetmadimi? O'tirib gaplashish kerak. Masalani mohiyatini ko'rish kerak. Oila bo'lmayaptimi? Oilani shu joyda to'xtatish kerak. Ketish kerak ikkalasi ikkita tomonga.